Akamiz Toshkentda Begavoddan keldi, nomerlarga qarab ko'ramiz. Shuniga qo'yib berdik, sondiq qo'yib berdik. Hop, o'yinimizda ishtirok etyapti. Bitta $50, bitta $100 pulimiz bor. Orasiga qo'yib olyapmiz. Aka, ikkita raqam aytasiz, aralashtirib sanab sizga 100 pul beramiz. Ayting. Ikkita raqam. Aha. Birdan 100 ga dollar, 1 mi, 5 mi, 10 mi, 20 mi desangiz, shuni sanab sizga beramiz. 16.25. Qaysi tomondan qaraysiz? 1, 2, 3, 4 ekan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 25'i de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aka, yaxshi kunlaringiz